Transport nazorati inspeksiyasining 14 ta hududiy bo'limi zamonaviy maxsus avtotransport vositalari bilan ta'minlandi. Ushbu avtotransport vositalari avtomobil yo'llarida yuk tashish qoidalariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash, ortiqcha yuklangan transport vositalarini o'z vaqtida aniqlash hamda yo'l infratuzilmasini asrashga qaratilgan. Batafsil Murodjon Abdufattoyev lavhasida. Mamlakatimizning 14 ta hududiga transport nazorat inspeksiyasi xodimlari uchun mana shunday zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan maxsus avtomobillar topshirilmoqda. Xo'sh, ushbu avtomobillarning afzalligi nimada va bular qanday muammolarga yechim bo'ladi? Aynan bugun transport nazorati inspeksiyasining 14 ta hududiga tarqatilayotgan maxsus avtomobillar aynan yuk avtomobillarining belgilangan me'yorlarga, ya'ni vazn va hajm parametrlariga rioya qilishi yuzasidan reyd nazorat tadbirlarini amalga oshirish uchun barcha zamonaviy jihozlangan va qulayliklarga ega. Istalgan joyda, istalgan hududda faoliyat yuritish uchun barcha imkoniyatga ega. Bu ya'ni generatorlari bor, elektr energiyasi bilan to'liq o'sha tarozini ta'minlaydi. Tarozilarimiz raqamlashtirilgan elektron tarozilar hisoblanadi. Bundan tashqari old tomondan va orqa tomondan va ichkarida kameralari bor. Ya'ni o'sha reyd paytida yoki harakat paytida avtotransport vositalarini davlat raqamini ham aniqlashtirish imkoniyati beradi. Ichkarida tunu kun Wi-Fi tizimiga ulangan. Hozirgi paytda inspektorlarimiz barchasi o'sha planshetlar bilan jihozlangan bo'lib, barcha jarayonlar o'sha elektron raqamlashtirilgan holatda olib boriladi. Ma'lumot uchun transport nazorati inspeksiyasida birinchi marotaba bu kabi maxsus avtomobillar berilishi, bu kungacha esa o'tkazilgan reydlar statsionar va ko'chma tarozilar yordamida amalga oshirilgan. Ba'zan yuk avtomobil haydovchilari bilishadi. Chunki katta og'ir yuk bilan harakatlanganda haydovchi sezadi. Tarozidan o'tmasdan o'sha me'yorni buzilgani yoki ortiqcha yuk bilan harakatlanayotganini va tarozini ko'rgan zahoti to'xtab olishadi. Yurtimizda 50 dan ortiq statsionar va ko'chma tarozilar faoliyat yurityapti. Ushbu 14 ta maxsus avtomobil esa yuqoridagi kabi holatlarning oldini olishga qaratilgan. Vazn va hajm parametrlarini o'lchash uchun belgilangan hamma qulayliklar bor. Yo'l infratuzilmasini shikast yetkazmaslik uchun og'ir yuk mashinalarini o'lchash uchun barcha qulayliklar mujassam bo'lgan mashinani qabul qilib oldik. Qiyinchilik bo'lgan qaysi hollarda transport sohasi bo'yicha mana hozir endi u narsalar yo'q, bartaraf bo'ldi. Mana o'zimizga biriktirib berdi. Shuni alohida qayd etish kerakki, zamonaviy maxsus avtotransport vositalarining hududiy bo'linmalar tasarrufiga topshirilishi nazorat jarayonlarini yanada samarali tashkil etishga imkon berib, yo'l harakati ishtirokchilari uchun qonun ustuvorligi va adolat mezonlarining ta'minlanishiga xizmat qiladi. Murodjon Abdufattoyev, Abbos Saydaliyev, yoshlar.